Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana bugun trekker mashinasiga propan uстановка qilib berdik. Оборудованияларga keladigan bo'lsak, оборудованиялari har doimgidek blok управленияsi Avansi 32 ga 4. Bunga faqat Avansi 32 ga 4 через obida ulanish kerak. O'shanda mashina yaxshi yuradi. Farsunkasiga keladigan bo'lsak, farsunkasi rail farsunka, original farsunka и nazorat reduktori, mnogorazli filtr, одноразовый filtrlari bilan juda chiroyli qilib uстановка bo'lgan. Uстановkaga baho berasizlar. Ko'pchilik geloviy shlankani bo'lmaydi deydi. Geloviy shlanka o'zidan hid ham tortmaydi, hid ham chiqarmaydi. Ming fagumen shlank bo'lgani bilan 2 oy 3 oyga qolmasdan ustilaridan o'sha shlanka o'zidan hid chiqarishni boshlaydi. Bunda unaqa xususiyati yo'qligi uchun faqat biz geloviy shlanka qo'yamiz. Bunda utechka ham bo'lmaydi, hid ham chiqarmaydi. Keyin simlariga e'tibor qilasiz. Ulanadigan simlariga juda chiroyli uстановка bo'lgan. Uстановkamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz o'sha Chirchiq, Oqoq, avtoshkola Domstroyda oldida.